Selitra atamasi odatda qishloq xo'jaligida azotli mineral o'g'itlarni anglatadi. Eng keng tarqalgan turi bu ammoniakli selitra, ammoniy nitrat bo'lib, uning tarkibida 34,4% gacha azot mavjud bo'ladi. Azot o'simliklarning asosiy oziq elementidir. Selitra, ammoniakli selitra nima? Selitra nitratlar guruhi bu nitrat kislotaning turli metallar yoki ammoniy bilan hosil qilgan tuzlaridir. Ammoniakli selitra eng ko'p ishlatiladigan universal o'g'it. Uning tarkibidagi azot ikki shaklda bo'ladi. Nitrat shakli juda harakatchan va o'simliklar tomonidan tez o'zlashtiriladi. Ammoniy shakli tuproqda sekinroq, uzoq muddat davomida ta'sir etadi. Bu o'g'itning uzoq muddatli oziqlanishini ta'minlaydi. Natriyli selitra, chili selitrasi deb ham ataladi. Kalsiyli selitra, tarkibida kalsiy ham bo'ladi. Bu ham o'simliklar uchun foydali. O'simliklarga qanday foydasi bor? Selitraning asosiy foydasi bu o'simliklarni azot bilan ta'minlash. Azot o'simliklar hayoti uchun eng muhim elementlardan biridir. Chunki u quyidagi jarayonlarda qatnashadi. Kuchli o'sish va rivojlanish. Azot oksillar va nuklein kislotalar, DNK, RNK ning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. U o'simlikning vegetativ massasini, barglar, poya faol o'sishiga yordam beradi. Xlorofil sintezi. Xlorofil molekulasining asosiy qismi bo'lib, barglarga to'q yashil rang beradi va fotosintez jarayonini kuchaytiradi. Natijada o'simlik ko'proq energiya ishlab chiqaradi. Hosilning oshishi. Yetarli miqdordagi azot, ayniqsa vegetatsiya boshida hosildorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Azot yetmasa nima bo'ladi? Azot yetishmovchiligi quyidagilarga olib keladi. Barglarning sarg'ayishi odatda pastki qismdan boshlanadi. O'simliklarning bo'yi va poyasining ingichka bo'lishi. Gullar va mevalarning nimjon va kichik bo'lishi. Hosilning erta pishishi va sifati yomonlashishi. Selitra, ayniqsa ammoniakli selitra bu muammolarni oldini olish uchun barcha turdagi ekinlar, don, poliz, sabzavotlar, mevali daraxtlar uchun asosiy o'g'it yoki qo'shimcha oziqlantirish sifatida keng qo'llaniladi.